Nilufar Hamidova barchani sudga bermoqchi. Videolarni xalqqa tarqatuvringlar, har bittanglar hali bunga javob berasizlar, chunki isboti yo'q. Tegishli idoralar chora ko'ryapti bunga. Uning aytishiga qaraganda, ba'zi bir blogerlar Nilufar Hamidovani yolg'on xabarlarini chiqarib, sharmanda qilayotgani aytilmoqda. Qilaman, chunki jurnalistlarni ham chaqirib qo'yaman. O'sha kuni ichkarida olish ruxsat bo'lmasa ham tashqarida syomka qilib, jarayonni ko'rsatamiz. Lekin bunaqa fake videolarga ishonmanglar, yolg'ondan kadrlaman, rasmlarim, bir nimalar, lekin jarayon yo'q-ku. Qani? Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? Albatta fikrlaringizni ushbu kommentariyalarga yozib qoldiring. Yozishdan oldin esa yaxshilab o'ylab yozing, chunki Nilufar Hamidova shaxsan o'zi ushbu videoni ko'rib, kommentariyalarni birma-bir tekshirib o'tiradi. Va malol kelmasa eng beg'ubor opa deydiganlar like bosib qo'ying, chunki like sonini ko'rib o'zi anchagina xursand bo'lib qolsin. Biz esa videoni boshladik. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Siz meni kanalimdasiz, ya'ni Hayot TV kanalidasiz. Sizlar bilan bloger Hayotbek. Xabaringiz bor, Nilufar Hamidova va Shohida Uzoqovalar o'rtasida anchadan buyon kelishmovchilik, janjallar, sen unaqa degansan, sen bunaqa degansan, men kechirim so'ramayman, sen kechirim so'ra, men seni sudga beraman, sen meni sudga berganmisan, sen kimsan, u kim, bu kim deya. Sen kimsan? Yo, sen kimsan? Bu kim bu? Sen kim bu kim? Janjallashib kelishmoqda. Albatta hamma narsani oxiri bor deganlardek ushbu janjallarni ham oxiri bo'ladi degan umiddamiz. Albatta ko'p gapirmayman sizlarga Nilufar Hamidovani shaxsan o'zlarini, Nilufar opa qarang, sizni Instagramingizdan olgan videolarni joylayapman. Shaxsan o'zingizni og'zingizdan chiqqan narsalarni joylab o'tiryapman. Sizlarga taqdim qilsam, marhamat. 02 qilganman men. Birinchi bo'lib men 02 qildim. Men nima gapirsam, shunday videoga o'zimni olaman, ochiq-oydin shunday gapiraman. Lekin ba'zi bir krisalar bor, fake videolar qilib, o'zi gapira olmaydi, qo'rqqanidan boshqasiga murojaat qiling, eting siz dedi-de, videolarni yasab chiqaradi. Qani, rasmiy ma'lumotlar bormi? Qani Ozodbek akani o'zlari chiqib gapirdilarmi yoki ularning vakillari kimdir yoki yordamchilari yoki biror bir xodim o'sha tashkilotlardan gapirdimi? Yo'q, gapirmadi. Hech qanaqa zapretga tushganim yo'q, zapret qiladigan ish qilganim yo'q. O'zim bilan o'zim ovora bo'lib yuribman. Birinchi videoga xo'p mayli desam, endi ikkinchi video chiqib kelyapti. Kechirim so'raydigan ish qilganim yo'q, sud bo'lgani yo'q hali. Men kechirim umuman so'ramayman. Hech qachon, hech kimdan. Agar sud bo'lsa, albatta sizlarga aytaman, video qilaman, chunki jurnalistlarni ham chaqirib qo'yaman. O'sha fake videolarni xalqqa tarqatuvringlar, har bittanglar hali bunga javob berasizlar, chunki isboti yo'q. Tegishli idoralar chora ko'ryapti bunga. Bu ish ustidan ishlanmoqda. Ko'ramiz, qani yaqin kunlarda sizlarga albatta shunchaki rasmlarni qo'yib emas, sud bo'lsa, o'shani natijasini albatta sizlarga ko'rsatgan holatda olib chiqaman. Hech kimdan kechirim so'ramadim, so'ramayman. Zapretga tushmadim, tushmaganman, tushmayman ham. Qani, dokazat qilib, isboti bilan kimdir gapirib chiqsin. Gapirmaydi. Chunki yolg'on. Yolg'on video, yolg'on fake'li videolar rosa ko'p mazza qilib ishlayapsizlar. Mayli, sizlar davom etinglar tuhmatlar qilishda, men esa o'z yo'limda davom etaman va o'z vaqtida ko'rasizlar qanchalik noto'g'ri xato ish qilganinglarni va javob berish. Shahar bedarvoza emas. Yomonladimi? Javob bersin. Hech kim haqqi yo'q, kimnidir haqorat qilib, ism familiyasini aytib turib, internet tarmoqlarida yomon so'zlarni tarqatib gapirishga. Hech kim bilmaydi kimni qanaqaligini. Har kim o'zi uchun yaxshi tomoni, yomon tomonini biladi. Lekin ertalabdan kechgacha men bilan bir yurib ko'ringlar sizlar. Men nima ish bilan shug'ullanyapman, nima qilyapman? Tuhmatli yomon narsa bu. Agar siz haqqingizda ham shunaqa gapirganida, sizlar-ku borib urib o'ldirib qo'yardinglar. Ne to что ustidan yozib berardinglar. Lekin ba'zi biringlar shunaqa gapli gapirib tashlayapsizlar, bitta shunda pichoqni o'zingizga bir urib ko'ringlar-chi, og'riydimi, yo'qmi joninglar. Ana o'shandan keyin gapiringlar.
Men juda ham to'g'ri ish qildim deb o'ylayman. Ustidan yozib berib va haqorat qilganiga javob berish kerak. Chunki erta indin agar bunga indamay mayli ahamiyat bermayman desanglar, ko'payib ketadi bunaqalar, tuhmatchilar, ig'vogarlar. Odamlarga murojaatim, hamma narsaga ham ishonavermanglar. Bitta meni masalamda emas, boshqa masalada ham ishonmanglar. Faqat o'zingizlar o'z qulog'ingizlar bilan kimdir gapirayotganini eshitmasdan, o'z ko'zingizlar bilan ko'rmaguninglarcha hech qachon hech kimdan kechirim so'ramayman. Chunki kechirim so'raydigan ish qilmadim. Vaholanki boshqa odam kechirim so'rashi kerak. Uni sud jarayonida ko'ramiz. Qanaqa statsiya bo'ladi, qanchalik shtraf to'laydi. Uni endi o'sha sud bo'lgandan keyin men fake video qilmayman. Rasmlarimni qo'yib shunchaki og'iz kadr za kadrim kimdir bitta xotinga berib qo'yib za kadrim o'sha xotin o'qimaydi. Men o'zim gapirib chiqib, o'zim ko'rsataman. Men Alloh oldida ham har tomonlama har bitta qadamimni o'ylab bosyapman va pokiza bo'ldim. Yana ham toza bo'ldim. O'zi pokiza, top-toza edim. Yana ham tozalandim. Sizlarni tuhmat, g'iybat qilganingizdan keyin davom ettiraveringlar. G'iybat qilishi, negativ yozishi, tuhmatlar qilishi video qilaman. Chunki jurnalistlarni ham chaqirib qo'yaman. O'sha kuni ichkarida olish ruxsat bo'lmasa ham tashqarida syomka qilib jarayonni ko'rsatamiz. Lekin bunaqa fake videolarga ishonmanglar, yolg'ondan kadrlar, men rasmlarim, bir nimalar, lekin jarayon yo'q-ku. Qani sud bo'lgan bo'lsa, qani qog'ozi, qani kimdir gapirsin. Ismi bilan chiqib, yuzi bilan chiqib gapirsin, qo'rqadi, duxi yetmaydi, chunki yolg'on. Kim qilayotganini bilamiz, shunaqa fake videolarni tarqatayotgani bu hammasi ishi. Aynan meni ismimni aytib mediada tarqatgani uchun birinchi bo'lib men 02 qildim. Meni arizam bo'yicha hozir ish ko'rilyapti. Boshqa odam bermadi. Men birinchi bo'lib arizani berdim va meni haqorat qilganini ustidan yozib qo'ydim. Shuning uchun odamlarga murojaatim, hamma narsaga ham ishonavermanglar. Bitta meni masalamda emas, boshqa masalada ham ishonmanglar. Faqat o'zingizlar o'z qulog'ingizlar bilan kimdir gapirayotganini eshitmasdan, o'z ko'zingizlar bilan ko'rmaguninglarcha. Hozirgina Toshkent shahar kiber xavfsizligi bo'yicha joydan, bo'limdan chiqdim. Gaplashildi, aniqlashtirildi. Meni haqqim bor ekan, agar o'sha sud jarayonini qarori chiqqandan keyin bemalol qarorni ko'rsatishga. Sud jarayonini olishga ruxsat bormi, yo'qmi deganimda uni sudya hal qiladi deyishdi. Men hech narsani bekitmayman. Umuman fake account orqa-varotdan g'alamislik qilib, krisalik qilib, kimlarnidir ovozini qo'yib turib, video rasmlarimni qo'yib yoki birov rasmlarini qo'yib video chiqarmayman. Boricha aytaman. Men gapiraman, o'zim o'z tilim bilan eshitasizlar va jarayonni ham imkon qadar harakat qilaman ko'rsatishga, sud jarayonini. Hali sud bo'lgani yo'q, hozirgi kunda ish ekspertizada. Qanchalik so'zlari haqoratli ekspertiza qilinyapti. Ko'rib turganingizdek, bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Albatta kelgusi videoroliklarda ko'rishgunga davr sog' bo'ling, omon bo'ling. Siz meni kanalimda, ya'ni Hayot TV'da siz obuna bo'lishni esa unutmang.